Diqqat, eng ko'p kelib tushayotgan savollarga ko'ra Damas avtomashinasini qayta jihozlash tartibini bilib oling. Fuqarolar talablaridan kelib chiqib, qulaylik yaratish maqsadida 7 o'rindiqli yo'lovchi tashuvchi Damas rusumli avtomobilni tadbirkorlik va boshqa maqsadda foydalanish uchun o'rindiqlar sonini ma'lum bir miqdorgacha, ya'ni 5 tagacha kamaytirish mumkin. Yo'lovchi tashuvchi Damas avtotransport vositasini barcha o'rindiqlarni olib tashlab, yuk furgon turiga qayta jihozlash mumkin. Buning uchun elektron tizimlar yoki to'g'ridan-to'g'ri davlat xizmatlari markazlari orqali ariza yuboriladi. Muhim eslatma, arizada qayta jihozlash turini to'g'ri tanlash va izohda maqsadni batafsil tushuntirish lozim. Ariza 10 kunlik muddatda ko'rib chiqiladi. Murojaat muallifiga SMS tarzida ruxsat yoki rad etilganligi haqida ma'lumot yuboriladi. Ruxsatnoma olgandan keyin transport vositasini qayd etish guvohnomasi, ya'ni texpasportni o'zgartirishni unutmang. Ushbu xabarni esa barcha damaschilarga yuborib qo'ying.